Yangi O'zbekistonni qurish asosida amalga oshirilayotgan g'oyalar o'z navbatida 3-Renessansni boshlab berganini hech kim rad qila olmaydi. Shuning uchun ham O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida tashkil etilayotgan mana shu nomdagi bo'limga hamma alohida e'tibor qaratyapti. U qanday ko'rinishda bo'ladi, qanday eksponatlar bilan boyitiladi. Shuning uchun ham har kuni yangi g'oyalar taklif etilyapti. Eskilarni mukammallashtirish masalasida esa bosh qotirilyapti. Ortimizda kechayotgan jarayonlar ana shulardan biri. Ekspozitsiyada harakatlar strategiyasining Yangi O'zbekistonni barpo etishdagi ahamiyati media loyihasi hamda Yangi O'zbekiston, Yangi Renessans vaqt devori media loyihasi tashkil etiladi. Ularda Yangi O'zbekistonda turli sohalarda olib borilayotgan ishlar, harakatlar strategiyasini amalga oshirish yuzasidan qabul qilinayotgan davlat dasturlari ijrosi bo'yicha bunyodkorlik ishlarining natijalari tadqiq etiladi. Ular asosida ilmiy ishlanmalar, muzey ekspozitsiyasi uchun kontentlar va qisqa metrajli film tayyorlanadi. Bu hammasi emas, bundan da qiziq ma'lumotlarni navbatdagi xabarlarimiz orqali bilib olishingiz mumkin.